Xo'sh, sizni ham sharobat kerak to'yga chaqirib ketdilarmi? 2 soatlik to'yga 400 minglik makiyaj qildirmoqchimisiz? O'sha pulga yo'qman deganda 6 oyga yetadigan chiska qildirib ketsangiz bo'lmaydimi? Ana Umi gruppaga yana sochini bo'yaganini tashlabdimi? O'tgan oy pepelniga bo'yagan edi. Bu oy endi boshqa rangga bo'yapti. Shuni puliga tishini to'g'rilatsa bo'lmaydimi? Ikkita oldida tishi yotibdi. Undan ko'ra ikkita sirkov taqtirib qo'ysa bo'lardi-ku. Kecha dugoningiz bilan rasmga tushib ovqatlanib kelaman deb Toshkent City'da 400 ming ishlatib yordingiz, lekin 2 haftadan beri og'riyotgan tishingizni plomba qilishdan qochyapsiz. Zaksga kiygan oppoq ko'ylagingizni narxi $200 ga olgan ekansiz. Lekin bitta kulganingizda tishlaringiz sapsariq bo'lganda neto bo'pti-da. To'yingizda endi oq ko'ylak bilan shu pulga tishlaringiz undan ham oppoq bo'lib turishini xohlamaysizmi? 3-farzandingiz tug'ilishiga pochchamdan iPhone 17 Pro Max so'rayapsizmi? Undan ko'ra yo'q tishlaringizni o'rniga implant qo'ydirib, bir umrga xizmat qilsa bo'lmaydimi? iPhone 18 ni olarsiz, bratola. Dugoshlarim, siz uchun endi nima muhim? Salomatligingizmi yoki o'tkinchi darsalarmi?